Har bir maskanning o'z nafasi, o'z tarixi va o'ziga xos jozibasi bor. Ana shunday betakror go'shalardan biri Namangan viloyatining Chust tumanidir. Farg'ona vodiysining eng qadimiy hududlaridan biri bo'lgan Chust asrlar davomida shakllangan boy tarixi, milliy qadriyatlari va noyob hunarmandchilik an'analari bilan alohida e'tirof etiladi. Bu diyor tabiat va mehnat, tarix va zamonaviylik, an'ana va taraqqiyot uyg'unlashgan maskandir. Serhosil dalalar, bog'-rog'lar, so'lim qishloqlar va go'zal tabiiy manzaralar Chustning betakror qiyofasini namoyon etadi. Musaffo havo va sokin muhit bu maskanga tashrif buyurgan har bir mehmon qalbida iliq taassurotlar uyg'otadi. Chust yana milliy do'ppilar bilan ham mashhur. Mohir ustalar tomonidan qo'lda tikiladigan Chust do'ppilari nafis naqshlari, betakror bezaklari orqali xalq amaliy san'atining bebaho namunalaridan biri hisoblanadi. Har bir naqshda ajdodlar merosi, har bir chokda esa milliy qadriyatlar mujassam. Chust nomi avvalo dunyoga mashhur pichoqlari bilan tanilgan. Asrlar davomida sayqallanib kelayotgan pichoqchilik san'ati bugungi kunda ham mohir ustalar tomonidan munosib davom ettirilmoqda. Qo'lda yasaladigan Chust pichoqlari o'zining o'tkirligi, mustahkamligi, nafis bezaklari va yuksak sifati bilan yurtimizda ham, xorijda ham yuksak qadrlanadi. Tashrif buyurgan har bir mehmon nafaqat go'zal manzaralardan bahramand bo'ladi, balki pichoqchilik va do'ppidozlik san'atining nozik sirlarini, milliy taomlarining betakror ta'mini hamda o'zbekona mehmondo'stlikning samimiyatini yaqindan his etadi. Bugun Chust qadimiy merosini asrab-avaylagan holda zamonaviy taraqqiyot yo'lidan dadil odimlamoqda. Bu go'sha qadimiy tarix, noyob hunarmandchilik, boy madaniyat hamda samimiy mehmondo'stlik uyg'unlashgan betakror diyordir. Chustning gastronomik merosi ham o'ziga xosdir. Xushbo'y hidi va betakror ta'mi bilan mashhur Chust oshi bu diyor mehmondo'stligining ramzlaridan biridir. Azaliy an'analar asosida tayyorlanadigan ushbu milliy taom har bir mehmon dasturxoniga alohida fayz bag'ishlaydi. Tumanning etnografik merosi ham boy va rang-barang. Mehmondo'st xalqining samimiyati, milliy urf-odatlar, qadimiy an'analar va avloddan avlodga o'tib kelayotgan hunarmandchilik maktablari Chustning o'ziga xos qiyofasini yanada boyitadi.